Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xudo xolasa bugungi videolarda sizlarga manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Xudo xolasa yig'ma xohlagan joyga ustanovka qilsa bo'ladi. O'ng'ayli ustida naveslari bilan xudo xolasa mana bunaqangi ko'rpa to'shaklar bilan hammasi bilan qilib berishar ekan qiziqqanlarga. Xudo xolasa hozir buni qulayliklari bilan hamma yo'q bilan tanishtiramiz. Razmerlar yoqsa bittadan like bosib, yaxshi joyga o'rnashib olsalar xudo xolasa buni obzor bilan tanishtiramiz xudo xolasa. Bu xudo xolasa ko'chma xohlagan joylaringga jildida va shaqangi qayda balonlar qo'yilgan jildida yursa bo'ladi. Bundan tashqari shuni ko'tarsa buni xohlagan joylaringda va shaqangi soya salqin qilib quvolish imkoniyatlari bor. Xohlasalar optodan, xohlasalar yog'ingarchilikdan hamma yo'qdan himoyalangan holatda bo'ladi. Ko'rinishlarni qaranglar, bitta maza qilib olasizlar, bittadan like bosib qo'yinglar. Hozir ko'rsataman, yana bitta joyini ko'rsataman, qaranglar. Mabodo Ali shabada kerak bo'lsa anaqa joylarni ochib qo'yar ekansizlar. Shamol kerak bo'ladigan o'rtalarni ochib qo'ysalar, batlardan havo yurib, aylanishi skvoznoylari yana yaxshilanib boraverar ekan. Xudo xolasa, so'rimizni razmeri uzunasiga 2,5 metr, eniga 2,5 metr. Bu yig'ilib sochiladi. Xohlagan joyga ustanovka qilish, dastavka qilish imkoniyati bor, qadrdonlar. Xudo xolasa, narxiga qiziqqanlarga mana shu holatda tayyor bo'lishi so'rini o'zi 5,5 million so'm. Xohlasanlar mana bunday ko'rpacha to'shaklari borki, bulardan ham sotilaverar ekan, narxi 1 million so'm qo'shilib olar ekan, 6,5 million so'mga. Mana shu holatda tayyor bo'lishi, tayyor bo'lar ekan xudo xolasa. Qiziqqanlarga pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsalar bo'ladi. Undan tashqari agar kattaroq razmer so'rasalar, kattaroq razmerlar berishaveradi. Mana bu 2,5 shu holat so'rini o'zini so'raganlarga. Mana shu 3 metrga 2,5 metrli bu ham yig'ilib sochiladigan. Xohlasangiz ustakalarning nomerlarini qoldiramiz. Ustakalarning mana shu ishlari yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Qadrdonlar, mana shunaqa ishlar ko'paysin deganlar. Xohlasa video manfaatli bo'lgan bo'lsa, yaqin jigarlarga tashlab qo'yinglar, chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamma uyga baraka kirib kelsin.